Cristiano Ronaldo o'yin davomida tojik darvozaboniga nisbatan keskin hissiyot ko'rsatdi va deyarli butun uchrashuvni asabiy holatda o'tkazdi. Gap shundaki, Osiyo Chempionlar Ligasida Al Nasr FC Tojikistonning FC Istiqlol jamoasiga qarshi o'ynadi. Tojik jamoasi butun o'yin davomida to'pni nazorat qilmagan bo'lsa ham, o'z imkoniyatlaridan foydalanishga harakat qildi. Ayniqsa darvozabon Rustam Yatimov bir necha bor jamoasini qutqarib qoldi. Al Nasrda vaziyatlar ko'p bo'ldi, ammo Istiqlol himoyada juda yaxshi o'ynadi va asosan qarshi hujumlarga tayandi. Shu uslub ularga birinchi bo'lim oxirida gol urishga yordam berdi. Ronaldo esa allaqachon hissiyotlarga berilib ulgurgan edi. O'yin muhim, lekin u hali gol ura olmayotgandi. Ikkinchi bo'limda esa tojik jamoasi go'yo o'zini yo'qotgandek bo'ldi. Ular bosim ostida qolib, o'z o'yinini yo'qotdi. Shu paytga kelib Al Nasrning darvozaga yo'llagan zarbalari soni 15 ta, Istiqlolda esa atigi bitta edi. 58-daqiqada Ronaldo vaqt cho'zilayotganidan norozi bo'lib, darvozabonga nisbatan keskin reaksiya bildirdi. Ammo 65-daqiqada u baribir gol urib, hisobni tenglashtirdi. Oradan ko'p o'tmay 69-daqiqada u tinchlandi. Darvozabon yoniga borib uzr so'radi